Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Hammanglarga Tayland, Bangkok shahridan salom. Men bugun bu yerga Turkiyadan boshqa bir atis odam bilan birlikda mushu Bangkokda nima ishlar bo'layotdi? Uyg'urlarning holi nadan nega? Mushuni birlikda o'qib kelaylik degan asosda bu yerga keldik. Hozir bu yerdagi mushu Bangkokdagi 110 odam turayotganligini bildirdi. Ammo shanba kuni hech kim yo'q ekan bu yerda. Şundan darvazanı içip emdi. Belki üst kavetteki ramlarını içip kalsa biraz köremdeki de karavatımız hazır. İşkimi açmaydı en üsttekiler. Ezkarındaşlar bildiğinler bu olsa Bangkok'ta nimişler bulavatdı. Çünkü bek köp oyun bulavatkanını sözlevatdı. Bu işin içinde Xitay hükümetinin elbette bir taraftan boğalıqını davatıdı. Başka isminde bütüşünün ornu yok. Çoğun işler bulavatkanını sözlevatdı. Ama hazır anlaşılan karan 500 Uygur varken Tayland'da hep kalgan. Bu yerde hazır akam turayotgan bu yerim türme kenemde hesapta. Bu yerde qancha adam var deb maqsad Uygurların 110 Uygur var ekan hazır bu yerde. 1,5 yildan turibdi, kichik bolalar var ekan arasida. Ayollardan 30-40 qolganlarninki 50 ekanligini so'zlayapti. Yani bular 1,5 yildan mishadi mush Bangkokda turibdi. Sirtdagi odamlarning albatta Turkiyaga manganlik xabarini anglayapmiz. Bu yerda nima ishlar bo'layotdi? Muşaqda bir eğer ma'lumot beradigan azroq xabar bala bo'lsa Facebook orqali menga yozgan bo'lsanglar, mishadagi ishlarni bir surat kelib, albatta shu qarindoshlarımizga ziyonlik bo'lib qolmaydigan ahvol ostida taklif fikrlar bo'lsa, bilsanglar bularning rasmini taqatmaslik, albatta rasmini ko'midik bu odamlarni hozir. Bo'lsa bir fikringlarni bilsanglar, hammanglarga mishadan cho'nqir salom.